ijodimizga befarq bo'lmasdan tomoshomizga tashrif buyurganingiz uchun boshimiz yerga yetguncha ta'zim qilamiz. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat hammaga yana bir bor, sog' bo'linglar. Ortiq. Kelavering. Kelavering. Uzr, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Balkon qanday? Uzr, ko'rishalmadi. Ko'rishganimiz. O'zbekiston havo yo'llari. Keling, qani yaqinroq. Muxlislar to'planishib. Tinchlikmi? Bugun qanaqangi kun? Shu hamma yaxshi ko'radigan. Shu qanaqa oti nima shu kunda? Oylik oladigan kunimiz. Yashang. Ha. Shularning hammasi oylikka kelganmi ular? Ha? Yo'q, o'zlariga aytmang-ku. Ish kunlari birontasini ko'rmayman men shularni borku. Birontasini ko'rmaganman. Qarang, oylik kuni titib sanab bo'lmaydi bularni qarang. Odam ham har xil bo'lar ekanda. Bravo. Parkda qarovuli bor-ku. Shu ham bizdan oylik olar ekan-a? To'g'ri, park ham bizga qaraydi madaniyatga, to'g'ri. Xo'sh, bular oylik olgani kelgan emas. Kunligi yaxshimi bularni? Ya, kunligi yaxshidir-u. Bularni berga o'tirganligining sababi siz har safar oylik olayotganimizda bizda oylik olishimizni haligi tomosha qilib ko'rsatsa bo'ladi deysiz, to'g'rimi? To'g'ri-da. Bu o'zimizga bog'liq. Pul olishimizni ham, oylik olishimizni yoki ovqatlanishimizni ham yoki uxlashimizni ham hattoki tomoshaga aylantirib, konsert qilib ko'rsatish mumkin. Yashang. Bu safar ham mana oylik oladigan kunimiz. Mabodo bir tomosha bo'lib qoladigan bo'lsa, bekarga ketmasin. Mana muxlislar tomosha qilsin deb bularni o'zim taklif qildim. Yomonsiz. Mayli, bo'lmasa siz bilanni zeriktirmay turing. Men hozir oyligimni olaman, kelaman. 3 minut ko'pi bilan. Va shunday ilhom keladi-da, odamga belga quvvat bo'ladi-da, odam boshqacha maza qiladi. Hey. Yo'q, keling. Olaman-ku, kelaman. Yo'q, keling. Kasr qiz yo'q. Men ham oylik olaman deb qarab turibman. Mana tomosha rele dedi-yu. Mana boshlandi tomosha. Hani shuncha ish turibdi. Endi men kasr qizni kutishim kerak edi. Bekar o'tirishim o'zimga bog'liq emas. Kasr qizga bog'liq. O'tiraman men endi. Ha deb kuyinavermang, u kasr qiz shu bizlarning dardimizda bankaga ketibdi. Lola, bankada. E'tibor berdilaringmi? Mendan so'rang, Lola qayerda deng? Lola qayerda? Lola bankada. Haqiqatan. Az kelib qoladi. O'zi haftada, oyida 2 kun ishda, uniki haftada emas. Oyida 2 kun ishlaydi, 1 kun avans beradi aka. 1 kun oylik beradi. Shunda ham yo'q. O'zi borki, bunaqa joyga chiroyli qizlarni qo'ymaslik kerak kassaga. Chiroyli qizlarning vaqti yo'q, qiladigan ish ko'p-da bularni. Vaqti yo'q bega o'tirishga. To'g'risida, berga bor-ku, xunuk. Badi basharasi g'ishga o'xshagan yigitlar bo'ladi-ku. Bekorchi. Ana shunaqa yigitlardan qo'yish kerak berga. Qachon kelsangiz, shunday o'tirgan bo'ladi. Bankaga borsa ham, bank xodimlari shu kirmasin shu yerga berib yuboringlar deb tez berib yuboradi. Ana shunaqa odam qo'yish kerak berga. Yo'q, hozir kelib qoladi, birpasda kelib qoladi. Nachora kutamiz. Bekor o'tirgandan ko'ra. Tinchlikmi? Basharani qarang. Men quyoshga o'xshataman Zokirjonning chehrasini. Rahmat. Bilasizlarmi nima uchun? Sababi quyoshga ham, Zokirjonning basharasiga ham basharani bujmaytirmasdan qarab bo'lmaydi. Shu gapingizga bor-ku, To'xtan Yozotani kalbasasini yebsiz. Halol mahsulot. Nima qilib turibsiz bo'lmasa yerda siz? Nima qilyapsiz? Men muxlislarimizni o'zlarini gapirgan gaplarini sinab ko'rayotgandim. Xo'sh, o'zlari aytishadiki, sizlarni ko'rsak bo'ldi, gapirmasalaring ham kulaveramiz deyshadi. Shunga o'zim sinab ko'rayotgandim. Qani kular ekanmi, yo'qmi deb shunday qilib turdim. Kulyaptimi ish qilib? Kulyapti, lekin hamma emas.
Ha, ha. Hamma emas. Ha. Bir yigit o'tiribdi, basharasidan qor yog'yapti. Ya, unaqa demang, hamma kulyapti-yu, buni qarang, hammaning chehrasi yorishib. Bir yigit bor shu yerda, bittasi siz bilmagan bo'lishingiz Endi bundayda, siz chiqsangiz kulamiz deganlarda hammasi kuldi. Aha. U yigitni kulmagan bo'lsa, demak sizni chiqishingiz kamlik qiladi. Unga yana nimadir qilishingiz kerak. Nima qilay? Ukam, nima qilay? Siz kulishingiz uchun men nima qilay? Ha? Nima problema nima? Shoshmang, o'zim topaman. O'zim topaman. Bu yigit bor-ku. Bu yigitni nimasi, muammosi bu oshiqcha biletga tushgan. Bilet sotib olgan oshiqcha. Ha, bo'lishi mumkin. Xotiniga bilet olgan, o'ziga olgan, qaynonasi ham telefonlashib shu bugun mehmonga kelgan. Qaynonani ham olib kelgan. U qaynanaga ham olgan bilet. Yoki ikkinchi tomoni ishxonasidan bu yolg'on gapirib, zo'r qarindoshimiz bor edi, ketib qoldi deb chiqqan. Bekesa xo'jayin o'tiribdi. O'zim topaman. Kulasiz. Kuldiramiz, o'zimizga bog'liq. Qo'chqorvoy aka kulasiz, Qo'chqorvoy aka deydi-ku. Zokirjon, o'zimizga bog'liq. Albatta. Kuldiramiz. Endi mana muxlislar yig'ilibdi. Xo'sh. Qani davrani boshlaylik. O'rtoqlar, qani yoshi qari, erkak, ayol hamma qo'lini ochadi. Ilohi amin. Ochamiz. Optim hamma. Qani kesadigan qilib ayting. Men aytaymi? Ha, ayting. Ilohi amin. Mana shu yerga yaxshi niyat bilan yig'ilgan aka-ukalarimiz, opa-ukalarimiz, opa-singillarimiz, talabalar, domlalar, hammamizga $100 Allohu akbar. Yetadimi kenay? Yo qo'shib boraymi ozgina? Ya, yaxshi bo'ldi, shu yog'i ham yaxshi bo'ldi. Nima qilsa qo'shib boraveraman, aytaverasiz. Endi kuldirish kerak bo'lsa maqsadga ko'chamiz. O'rtoqlar, biz bugun Zokirjon bilan bir qaror qilib kelib turibmiz. Sababi shu har safar muxlislarimiz yig'ilsa, shu muxlislarning ichidan bitta eng zo'rini tanlab, o'shanga eng zo'r muxlis degan sovrinni topshirib, shuni bir konvertga niyat qilganlarimizni joylaganmiz. Ana shu akamda hozir beqoling konvert. Oz bo'lsa ham ko'p o'rniga ko'rasizlar. Konvert oling. Konvert mandami? O'ldi, rasvo bo'ldi. Yo, mana shu yerda tushib qolgan. Yo uyda qolgan. Buni topa olasizlar, sizlar topa olasizlar, boshqa odam topa olmaydi. Bemalol bo'linglar. Endi nima qilamiz? Bu kishini men e'lon qilib qo'ydim, zo'r muxlis deb. Bu kishiga bor-ku, yurakdan aytilgan bir zo'r gapda so'z. Ey, shu yigit bilan jo'ra bo'lganimga 20 yil bo'ldi. Ey, qarang, 20 yil bo'pti. Buni qarang. Yubiley ham qilmaymiz o'rtoqlar biz. Menga haykal qo'yishmaganiga qarang. Yubileyimish, radiomisan, har yili yubiley qilasan. 1 yoshga to'ldik, 2 yoshga to'ldik, 3 yoshga to'ldik. 20 yil deyapman u. Ha, bo'pti. 20 yil bo'ldi o'rtoqlar. Shu 20 yilning orasida shu yigit ikkita so'zni bir-biriga qo'shib, bitta jumla qilib meni qoyil qoldirgan joyi yo'q. Agar sizlarning oralaringda shunaqangi qoyil qolgan odam bo'lsa, aytsin mana. E'tibor qilmanglar, ko'ra olmaydi. E'tibor qilmanglar. Ko'ra olmaslik. Bo'pti. O'rtoqlar, oramizda adabiyotchilar bor-a? Sinab ko'ramiz. Hozir bitta topshiriq beramiz. Bitta jumla tuzsin. Tuzgan jumlasida menimcha, keyin chunki degan so'z ishtirok etsin. Masalan, menimcha yomg'ir yog'adi chunki bulut bor. Yoki menimcha havo issiq bo'ladi chunki quyosh bor. Marhamat. 3-sinfda o'tganmiz buni. Qani, bir qoyil qoldiring. Menga bitta odamni ismini aytinglar, biron bir muxlisning ismini aytinglar. Menga ism Qahramon. Bo'ldi, gap yo'q. Qani? Qahramonjon qo'liga gazetani olib dalaga chiqdi. Qani, menimcha ham yo'q, chunki ham yo'q. Yo'q. Endi bo'ladi. Ha. Bir pas sabr qilib turing. Qahramonjon qo'liga gazetani olib dalaga chiqdi. Menimcha hojatxonaga bormoqchi. Chunki u gazeta o'qishni bilmaydi. Qanday? Chunkisi ham bor, menimchasi ham bor. Qanday? Koreys xalqida bir maqol bor kenneye. Yo'q itni qo'shning qovurib yeyolmaydi deydi. Aql bo'lmagandan keyin shunday nima qilasiz? Aytdim, boya aytdim, ko'ra olmaydi dedim-ku sizlarga. Qani nima qildik endi muxlisga ko'chaylik, bir she'r berib o'qib bering bo'lmasa haligi she'rlaringizdan. Nima? Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'lmasa bunga shoshmang, men e'lon qo'ray. Aka, eng yaxshi muxlisimiz uchun shoir hozir she'r o'qib beradi. Muhabbat haqida bo'lsin. Muhabbat haqida. Muhabbat haqida bitta yangi she'r yozdim. O'g'il bola o'qisa ham bo'laveradi, qiz bola o'qisa ham bo'laveradi. Ana
O'rtoqlar, she'riyatda yangilik. Jinsi yo'q she'r. O'qing. Endi men o'g'il bola bo'lganim uchun qiz bolani ovozida o'qishga harakat qilaman. Keyin ikkita shartni ham bajargan bo'laman. Qan. Sochimdan tort, qulog'im cho'z, mushtlamayli betimga. Agar bunga qoniqmasang, barmog'ing tiq ko'zimga. Davom etaversa bo'ladi. Bu juda ham yaxshi she'r bu. Anchadan beri bir narsani so'rayman deyman, har safar chalg'ib ketaveramiz. Hozir esimga. Bemalol, men xizmatdaman. Nimani so'rasalaring so'ranglar. Qarz so'ramasangiz bo'ldi. Bemalol. Men shu yerdaman. Kimga nima savol bor? Gapiring. Mana shu ustingizdagi kiyimingiz bor-ku. Shuni toza, bir dazmollangan paytida kim kiyadi? Shunaqa bir qaltis hazil qiladi Ortiqjon. Shuni yoqtiradi qaltis hazil qilishni. Bo'lmasa biladi, betidan meni paypog'im toza, biladi. Hazil ham qilib bo'lmaydi, to'g'ri qildim. Shunaqa hazili bor. She'r haqida, she'r, muhabbat haqida. Bemalol, yana qanaqa she'r? Zo'ridan bo'lsin. Muhabbat haqida she'r yozmagan odamning o'zi yo'q. Kim sevgiga mubtalo bo'lgan bo'lsa, 4 qator yozishga harakat qilgan. U cho'pon bo'ladimi? U boshqa kasbidan qat'iy nazar shifokor, shofyor, hamma ham muhabbat haqida yozadi Ortiqjon. Yozganda hamchi kasbini shunday bilib olasiz. She'rni o'qigandan bilib olsangiz bo'ladi. Shunaqa she'rdan bo'lsin-chi bironta? Bor. Kim haqida? Kim? Nima bo'lsin? Bilmasam endi bir kutilmagan bo'lsin. Matematik she'r bor, bo'ladimi? Matematik she'r. Endi matematik bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar, so'z bilan emas, she'r son bilan aytilishi kerak. To'g'ri tushundi. To'ppa-to'g'ri. Qani. Matematik yigit sevgilisiga bag'ishlab yozgan she'ri. Sonlarda tagida sir bor. Buni iktot bilasiz. 6 36 13 106 35 36 06 20. Menimcha sevgan qizi Buxorodan bo'lsa kerak. Qaydan bildingiz? 20 deyapti-yu, Buxoroning nomerida 20. Haqiqatan topibdi mana, haqiqatan. Undan keyin 13 deyapsiz, menimcha u ajrashib ketgan bo'ladi. Salomat bo'ling. Ana ikkalasi ham 13, baxtsiz raqam 13. Baxtsiz, ikkalasi ham baxtsiz bo'ldi degani. Siz bu she'rni o'qiyapsiz, mana 108 degan joyga e'tibor berdingizmi? Yomon yo'lga kirib ketgan. Chatoq. Ya, men boshqa narsa haqida o'ylayapman. Masalan, matematik muhabbatini shunaqangi izhor qilsa, unda boshqalarchi? Mana masalan, cho'pon o'zingiz aytgandek, qanday qilib izhor qiladi? Cho'pon ham, o'ziga moslab yasadi, u ham dumbalari yog'liq. Men qo'chqorman, sizdir sog'liq. Qo'zichoqlarni ko'paytirish ikkovimizga baravar bog'liq. Zo'r. Xo'rozbos. Xo'roz urishtiradiganlarmi? Qani. Meni tanimayman deb yolg'onlarni to'qibsiz, sovchilarni yuborsam ayamasdan cho'qibsiz. Sevgimga azizam qilmang noz, shuni bir yaxshi biling, siz tovuqsiz, men xo'roz. Zo'r. Yana qanaqa gapirlar, men gap bo'lish mumkin emas. Kim? Go'rkov. Bor. O'qing. Bor. O'qing. Qabristonda kutyapman seni. Yolg'iz tashlab ketmaginda meni. Sevgimni qadriga yetmasang, yangi qozgan go'rim yutsin seni. Yana kim haqida bo'lsin? Bo'ldi, hammasi bo'ldi. Ya, yaxshi she'rlari ko'p. Meni yaxshi she'rlarim juda. Yaqinda Kenney menga bir she'r yozib berdi, Zokirjon. Mehmon bo'lib kelsa, xotinimning urug'i degan. O'qib beraymi? Bemalol, mana turmush qilganlar hamma oilaliklar o'tirish. Mehmon bo'lib kelsa, xotinimning urug'i. Kim bozorga chopgan u, kim uydadir ovora. Suyaksiz go'sht olinar qassobga ming yolvora. Choy damlanar achchiq qilib, ko'rpacha qavat-qavat dasturxondan joy olar shirinlik, asal, novat. Mevalarni sarasi, olma, anor, o'riklar, konfetlar orasida boshlanadi ko'riklar. Qo'y yog'ida osh pishar, suhbat rosa qaynaydi, jag'i tinmas hech kimni nimanidir chaynaydi. Bugun biling topilur har narsani yo'rig'i, mehmon bo'lib kelganlar xotinimning urug'i. Endi
ijod bir joyda to'xtab turmaydi. Shuning uchun erini urug'idan mehmon kelsa uyda nima bo'ladi? Buni ham she'r qilib yozganman. O'zi xalqimizda bir gap bor. Xotinda urug'ini ilonbosh deydi. Ha? Erda urug'ini savatbosh deydi. Nimaga shunaqa deydi? Sig'maydi-da. Ha, uyga sig'maydi. Qani? To'g'ri. Endi mehmon bo'lib kelsa gar erning urug'i. Aha. Katta uy ham tor bo'lib ketar. Xotin rangi qor bo'lib ketar. Bozorda ham narx baland juda, qassobga yalinmang behuda. Choy damlanar kechagi shamma, shundoq yashar bu kunda hamma. Joy qilinar poygakda shundoq, paxta yog'i qilinmagan dog'. Turshakka ham tushibdi-ku qurt, yong'oq qattiq demang yana murt. Mevalar ham achchiq yo taxir, oshxonada zo'r baqir chaqir. Nega quyosh botib bo'lmas kech, gap ham gapga qovushmaydi hech. Yoqimsiz biram qilig'i, kelgan bugun erning urug'i. Mana shu o'tirgan erkaklarga 1 marta rahmat desak, mana shu yerda o'tirgan ayollarga 2 marta rahmat deyishimiz kerak. 2000 marta rahmat deyish kerak xotin qizlarimizga. Chunki Zokirjon, bular hozir mana bizni konsertimizga seriallarni tashlab kelib o'tiribdi. Rahmat shularga 2000 marta rahmat sizlarga. Ha, serialni ertaga pavtor beradi-da, bo'lmasa kelmasida bular. Ya, unaqa demang. Shu seriallar juda zo'r ketyapti, ha, o'rtoqlar. Men o'zi ko'p ko'rmayman. Bittani xinoli qorni ko'ryapti, bu ham qolib ketdi. Shu nima bo'ldi shu? Ko'rdingizmi siz? Uni yarmidan to'xtatib qo'yishdi-ku. Yo'q. Ha, u to'g'ri kelmadi bizga. Qarang, nimasi to'g'ri kelmadi ular? Ha, bizning uni ma'naviyatimizga u to'g'ri kelmas ekan. Aytingchi, mana bu yerda ko'rganlar o'tiribdi, to'g'ri noto'g'riligini hozir tahlil qilamiz. Ma'nosi juda bema'ni. Xo'sh. Bir Nazar degan qiz Jabbarog'a degan yigitga oformleniya qilingan. Alim degan bir shustr yigit orqadan faoliyat olib boryapti. Ha, u to'g'ri kelmaydi. Bizlarga unaqasi ya. Bo'lmas ekan. To'g'ri kelmaydi. Ana shularni tanqid qilib she'r yozing siz shoir. Yozganman, chiqqan gazetaga ham chiqqan, o'qimadingizmi? Yo'q, o'qingchi. Shunga bag'ishlangan. Ha, Xinoli qorga bag'ishlangan. Ali va Nazar deb nomlangan. Qani? Charros, og'zi to'la nos. Xinoli qor qizlari Jabborog'aga mos. Jabborni kal demang, enasini suygan bandasi, yoshligida gugurt o'ynab kuygan kallasi. Nazarga uylanib olib, qotib qoldi kallasi, alim bo'lmasa chiqardi sharmandasi. Jabbor chuqurroq o'ylab bir insofga ke, bir o'g'illik bo'la olding, Aliga rahmat de. Fadikdayga uylansang, topganing sovuradi. O'zing bilmay qolasan, moyingni oqiradi. Efe Alining joni, Nazar umrining naqshi, Fadikday xotinlarning boridan yo'g'i yaxshigina. Qarsaklar o'rtoqlar. Oxiri zo'r bo'pti, oxiri. Menga oxiri yoqdi. O'zimizda xotin qizlarimizga ming o'rgil, ming aylansak yashang. Mana shuni aytmoqchiman, o'rtoqlar. Bizda ayollarimizni qadriga hamisha ham yetavermaymiz. Ba'zida bir xillar o'sha Nazar yoki Ismiralda shunga ko'ngli ketib. Unaqa yanglishmaylar, hurmatli erkaklar, bir narsani tan olishimiz kerak. O'zbekning erkagiga faqat o'zbekning ayoli chidashi mumkin. Boshqa ayollar chiday olmaydi, aytib qo'ying. Ha, birontasini kelin qilib olib kelinglar mahallalaringga. Dosh bermaydi. Bir haftaga chidalmaydi. Dosh bermaydi. Qanaqa bir hafta? Bularga bir kunga ham chidamaydi. Bir kechaga ham chidamaydi. O'sha to'y kuni qoladi, majbur. Esmeraldani yurtidan olib kelib ko'ring. To'y kuni majbur, boradigan joyi yo'q, gastinitsiya yo'q, boshqa. Shunga majbur qoladi. Ertasi kuni chamadonlarni yig'ishtirib, bitta uyga borib kelsam maylimi deydi. Nima qilasan siz? Otamni ko'rgim kelyapti deydi. Enangni ham ko'rasanmi siz? Enamni o'sha ko'rdim deydi. Kelgan bo'ladi-da, birga kelgan bo'ladi-da enasi. Billa kelgan bo'ladi-yu enasi. Ha. Kelasanmiz, shu yo'q bo'lganicha ketadi, qaytib kelmaydi. Sababi nimada? Uni yuragi yorilgan. Sizlarga kelin bo'lish uchun vazifam nimadan iborat degan paytda tushuntirishgan. Bizning kelinlarimiz 3:30 da kechqurun uxlaydi, 15 da kam 4 da padyom degan. Yuragi yorilib, chamadonni olib
ket. Shu uchun o'zimizni xotin-qizlarimizdan ming o'rgilib, ming aylansak arziydi. Bu gapni aytganimga xotinidan qo'rqar ekan deb o'ylamanglar. Men hurmat qilganimdan xotin-qizlarimizni gapirmoqchiman. To'g'ri, to'g'ri. Xotin-qizlarning hurmati keyin o'rtoqlar mana bugun paydo bo'layotgan narsa emas. Bu qadimdan bor. Ibtidoiy jamoat tuzumi davrida ham, o'sha g'orda yashayotgan paytda ham erkaklar xotin-qizlarning hurmatini joyiga qo'ygan ekan bizning avlodlarimiz. Faqat boshqacharoq ko'rinishda bo'lgan. Qanaqa bo'lgan? Endi g'orda yashashgan, bilasizlar, g'orda teshigidan kiradigan joyga tosh qo'yib qo'yishgan, hayvonlar kirmasligi uchun yirtqich hayvonlar. Ertalab toshni surib, birinchi xotin-qizlarni tashqariga chiqarishgan ekan hurmat qilib. Xotin-qizlarni yovvoyi yirtqich hayvonlar yeb ketmasa, keyin erkaklar chiqqan ekan. Shundan beri hurmat qilar ekanmiz. Muxlisingiz qarayapsizmi? Kuldimi siz aytgandan keyin? Kuldi. Men aytganday emas-da, shu og'zini katta ochib kulsa, bir xilla kuladi-ku, anginalari ko'rinib ketadi-ku. Ya u kishiga ham men qaradim, xayolim anginasini olib tashlagan. Shu uchun ko'rinmadi. Og'zini katta ochmayapti-da, katta ochsa og'zini. Ochgani shu endi, undan nariyog'i quloqda endi. Ha, e'tibor berib turavering-da, qarochi. E'tibor berib Men turavering. bitta narsaga tushunmayapman. Siz shu har safar shu muxlisni kulishi bilan qiziqadigan odat chiqaryapsiz. Sizga nima keragi bor uni kulganini? Ya birov mesmi kulsa kulsin, kulmasa. Muhimi shuda menga muxlislarimiz bir marta bo'lsa bir portlab kulsa, bilasizmi? Buni juda ham o'zingiz bilasiz-ku, o'qigansiz-ku. Ilmiy isbotlangan kulguni foydasi qanchalik zo'rligini. Mana shu ilmiy isbotlangan bir narsa, odam 2 yil yugurib badan tarbiya qilib olgan foydasini inson organizmi 17 minut kulgan paytda olar ekan. Keyin men ham bir joyda o'qiganman, o'sha kulgan paytda odam keragidan ortiqcha kislorod qabul qilib, keragidan ortiqcha kislorod chiqargani uchun qon bosimini normallashtirar ekan, davleniyani normallashtirar ekan, keyin uyqu joyiga kelar ekan. Hech narsa kulgudek insonning yuzini masaj qila olmas ekan. O'lmang. Shu uchun ham ustozlarimiz aytganki, kuling do'stlar, umringiz uzoq bo'ladi degan. Kulib yuringlar. Endi kulgan bo'lsa, oxirigacha kuldiramiz, bitta raqsga tushib berasiz. Ya, gap bo'lishi mumkin emas. Aka, siz uchun hozir Zokirjon raqsga tushib beradi. Uzr, men lekin oldin raqsga tushmaganman. Agar o'xshamasa, men o'rgataman. Akada bu kishi qiziqchi bo'lishdan oldin o'yinchi bo'lgan, esimda yo'q. Nima qilay? Cho'pon yigit raqsi, o'rtoqlar. Bitta tayoq kerak bo'ladi, shunday Zokirjonni orqasidan o'tkazdiramiz uni. Nima? Tayoq. Cho'ponlar bunday orqasidan o'tkazib yuradi-yu. Ha, unaqa qo'shiq aytib yuradi. Bo'ldi, ana shunday qilib olasiz. Men qarang. Men musiqani chalib shunday to'xtagan paytimda quray deb uraverasiz. Nimaga unaqa quray deyman? Cho'pon-ku bu qo'y boqyapti-da. Ha, xo'sh. Ketdingmi? Nananarum tarararum tam Quray. tarararum ram tam Tre. Nima gure? Mure. Nima deysiz? To'g'ri. Shuncha yo'ldan kelib endi cho'pon yigit raqsiga tushsam. Qarang, tomoshabinlarni, ziyoli tomoshabinlar yig'ilgan. Bularga bor-ku, dunyo ahamiyatiga ega bo'lgan raqslardan o'ynab beraylik. Masalan, balet o'ynaylik, balet. Diqqat o'rtoqlar, o'zbek qiziqchilarini konsertida birinchi bor balet. Nima qilish kerak? Baletda bir yigit bilan bir qiz bo'lish kerak. Mana kakkiras, siz qiz bo'lasiz. Qizga meni figuram to'g'ri kelmaydi. Lekin sizniki to'g'ri keladi, ha? Ammo qiz bo'lsa ham haligacha erga tegalmay yurardi. Zatto qiz bola bo'lib yurardim. Bo'pti, siz qiz, men yigit. Boshladik. Nima qilish kerak? O'zingizdan ko'ring, o'ziga qiyin qilyapti. Bilasizmi, baletda qanaqa bo'ladi? Yo'q. Baletda yigit jonivor uchib kelayotgan qiz o'lgurni ilib olib turib, boshini ustidan 3 marta aylantirib, keyin yerga qo'yish kerak. Qo'lingizdan keladimi? Oho. Chamalab ko'ryapti, to'g'ri. Ushlab ham ko'ring. Bo'pti, siz yigit bo'lasiz. Mana bu boshqa gap. Demak, siz qiz. Qiz yigit deyavermang, sen mendek tushunyapti hamma. Xo'p. Rozi bo'lganingiz. Demak, men bu yerga turaman, siz yugurib kelib sakraysiz. Men sizni qo'lim bilan shuni ilib olib 3 marta aylantirib yerga qo'yaman. Demak, birinchi mashq tomosha qilasizlar. Nima qilish kerak? Men uzr, joy bilan. Yugurib kelib, bor kuchingiz bilan sakraysiz. Men sizni shunday ilib olaman.
boya bunday deyatdingiz-ku. Sizga qulay bo'lsin deb bunday qilyapman. Nimasi qulay uni? Bunday bo'lsa tushib ketasiz-ku qo'limdan. Ha, to'g'ri o'rtalar. Yugurib kelingda, mana shu qo'limdan ushlab 3 marta aylaning. Ushlab olishga garantiya bormish qilib. Kelavering qara, mana biza ko'pchilik biza. Gapni qarang, men o'zimni otar emishman, bu ko'pchilik bilan o'ylab ko'rarmish. Ha, nima deysiz? Qo'shiq aytamiz. Men o'zim aytaman. Xo'p. Siz musiqasiga yordam berasiz. Qanday qilib yordam beraman? Xo'sh, qolganlar qarsak bilan o'rtoqlar. Xo'sh. Boshladim. G'ozdek yurib, oq tepadan o'tdi parivash, baldog' yal. Na. Ikki sochi kuylagini kuyiga chirmash, nimchasi baxmal. Yana na. Qanday? Sigirga o'xshab o'tlab ketdingiz-ku. Ha, o'zingiz ham ho'kizga o'xshab kuyladingiz-da. Mana uni og'zingizga soling-da-yu, shu qo'shiqda ohangiga mo'ljallab puflaysiz. Zo'r chiqadi. Juda kichkina ekan, ichimga o'tib ketib qoladi-ku bu. Kichkisi yo'q. Hozir o'tsa ertalab yana qo'lingizda. Boshladik. Yuzdagi holingni yashir solma momo qiz, boshima kulfat. Juda kichkina ekan, ichimga o'tib ketib qolsa ham qaytib chiqmaydi, aytib qo'yay. Garantiya qaytib chiqmaydi. Ko'ruvchakda ham bir joyda qolib ketadi bu. Bu qaytib chiqadigan narsaga o'xshamaydi, aytib qo'yay. O'g'ilcham 10 marta yutdi shuni. Hazır. Hozir? Hazır. Nima bo'lsa ko'zimga o'g'ilchasi ko'rinib ketdi. Boshqalardan boshqa joyda so'rash kerak. Hozirmi? Ha, men qarang, bo'lmasa siz ayting, men qo'shilishaman. Ya, mana qarang, tomoshabinlarni ko'ryapsiz, quvnoq. Ziyolilar o'tiribdi, bularga borki, zamonaviy qo'shiqlardan yoshlar ham ko'p ekan. Zamonaviy hit qo'shiqlardan aytsangiz, ma'qul bo'lardi. Hit deganingiz u qanaqa qo'shiq u? Hit qo'shiq mana hamma biladi, siz bilmaysizmi? Hit qo'shiq degani, masalan, televizor, radiodan qayta qo'yilaverib, odamlarni hit qiladi-da, o'zi hit bo'ladi. Shuni hit deydi. Siz boshlang, men qo'shilishaman. Xallib ayting, birontasini aytavering, farqi yo'q. Boshlang, men qo'shilishaman. Mana. Ha, oq ishtonim bor deysan, ajab. Nega kiyib yurmaysan, mama Rajab? Shunaqa sho'xlardan bosing. Ya, hozir men shuni o'zini o'ylab qoldim. Xo'sh. Oq eshagim bor deysan, ajab. Nega minib yurmaysan, mama Rajab? Ajab. Ana o'tirgan eshakmi, ajab. Urg'achimi, erkakmi, ajab. Bizda juda ko'p hazil qo'shiqlar bor, parodiya qo'shiqlar. Yo'lakay, unda to'qiymiz. Xo'sh. Shulardan bir ijro aytib beraylik. Bemalol. Masalan, Hosila Rahimovaning qo'shig'i bor. Bigul, nayzangul, yenam, qanaqa? Enajon, jilama. Shunga bir do'stimiz haligi ichuvchilar nomidan. Xo'sh. Shuncha to'ylar o'tdi, ulfatlarim kelmadi. Yarim tani qo'ltig'imga ilmadi. Yaxshiligim bilmagan xotinim, odam qurib uchastkavoyga jiladi. Xotinjon, jon xotin, jilama, jilaganing uchastkavoy bilama. Jon xotin, jilama, mendan boshqa seni birov bilama. Sog'indiq deb qo'yadi. Keyin talabalar hayotidan nima? Ha, oramizda talabalar ham bo'lsa kerak. Talaba bo'lganlar o'tiribdi, baribir ham talabalarning hayotini yaxshi bilasizlar. Talabalar 4 kishi bitta xonada turadi. Hozir 8 ta bo'lganmi? Ha. Bo'lmasa 8 kishi bir xonada turadi. 8ovini kiyimidan bir komplekt zo'r kiyim chiqadi.
eng birinchi turgani shuni kiyib suradi. Ikkinchisi bundaroq, uchinchisi bundaroq, oxirgisi qarasa kiyim qolmagan, boshini sachoq bilan o'raydi-da, kasalman deb yotadi. O'shanaqa bir yigitlardan kiyimga shilqim yigitlardan bittasi Tolib degan yigit kiyim kiyib ketavergani uchun do'stlari hazil parodiya qildi. Aytib bering. O'shanaqa sharoitda yozilgan she'r. Kuylagim siqqaymikan senga Tolib, tufli ham ketgaymikan yorilib, ishtonni ham ayrding-ku o'ltirib, na bo'lar olsang o'zingga bir kiyim. Jumbadan kirbadan xullas shunaqa. shunaqa yozishibdi hazillashib talabalar. Keyin ba'zi bir qo'shiqlar bor, asrlar o'sha qiziqchilarni hali repertuaridan tushmay keladi. Shulardan bittasi Yallama yorim. Oxirgi marta buni Rustam Hamroqulov rahmatli ustozimiz foydalangan. Alkashlar tilidan qilib yozganlar. Eslating. Yallama yorim, yallola, yallola shaylik. Ajriqda ko'rpa, guvalakda yostiq, yon boshla shayliq. Biz shuni davom ettirdik. Sotib oldi 100 ta otib, qo'ydi uzun yo'qotib. Xotini balo ekan, ariqdan oldi topib. Yallama yorim, yallola, yallola shaylik. Yallola shayliq. Ajriqda ko'rpa, guvalakda yostiq, yon boshla shayliq. Undan keyin haligi Alla bulla endi qaytamiz, chala-pala qo'shiq aytamiz. Hoy birodar tovuqqa qara, suv ichibon boqar samoga. Bilki tovuq qittak suv uchun shukr qilar Tangri taologa. Bilki tovuq samoga boqib arzidodin qilarkan ozmoz. Har ayolga bittadan eru 40 tovuqqa nechuk bir xo'roz. Alla billa endi qaytamiz, shala-pala qo'shiq aytamiz. Rahmat, salomat bo'linglar. Zokirjon Ochildiyev. Ortiq Sultonov Ye. Qani. kiydiradi anjanchasiga. Ya, Surxonchasiga, Surxondaryolik Ha. niyat qilib kelibdi. Qani. Kiydiring. Qolganlar qarsak bilan qo'shilishib turasizlar degan umidamiz. Rahmat. Voh. Qalay shahzodalarga o'xshadimmi qizlar? Stop. Kelinglar. Ha. Rahmat. Ye. Assalomu alaykum. Aka, tinchmisiz? Sog'likmi? Musoxon Nurmatov. Hozirgi san'atkorlarning qiroli. Qarsaklaringni yemanglar. Rahmat. Shogird mikrofonni olib qani. Surxondaryoliklar bormi? Surxondaryoliklar nomidan sizlarga salom. Qolaversa, ijodlaringizga barkamollik tilaymiz. Shogirdlaringiz nomidan qolaversa, do'stingiz shoir Nasrullo nomidan sog'inchli salomimizni yo'llaymiz. Rahmat. Sizlarga bir hazil she'r qilganmiz. E'tiborlarga havola qilsak, agar ruxsat bersalaring. Bemalol qani. Marhamat. Qo'ltig'idan goh tarbiz goho qovun tushgan bizni xandalak. Yoz fasli emas, yil 12 oy doim pishgan bizni xandalak. Zokir juda do'ndiqcha dedi. Ortiq shuncha ortiqcha dedi. San'at bog'i tor ancha dedi. Qiyin pishgan bizni xandalak. Chertib turtib uring Zokirni. Do'mboqligin ko'ring Zokirni. Slitrani yeganidan kun sayin pishgan bizni xandalak. Ortiq aniq suvdan urilgan. Balki egat boshdan surilgan. Dehqonboyning mehridan shakar dayin pishgan bizni xandalak. Siz ham xohlang ustidan kuling. Xohlasangiz dardkashi bo'ling. Keling endi bir tatib ko'ring, tayin pishgan bizni xandalak. Reklama qilyapti-ku bu, tatib ko'ring deb. O'zingiz boshlab bering. Rahmat, muxlislarga rahmat. E'tibor qilishibdi, rahmat. Zokirjon, gap bilan kassadan ham bir xabar olish kerak. Kassadan xabar olaman. Bir ikkita qo'shiqchilar ham pashalashyapti shu nimani yoniga. Kassadan ochiradan olib qo'ying bo'lmasa. Bo'pti, ha. Biz men shu yerdaman, men tez qaytib kelasiz. Hop. Uzr, men bir daqiqa olaman. Salomat bo'linglar.
endi bugun kulgu bir dunyo kulgu hammasi, lekin bizni muxlislarimiz biladi, har bir konsertimizda 5 daqiqa vaqt ajratib jiddiyroq bir mavzuda ham gapirishga harakat qilamiz. Gohida ona haqida, gohida ota haqida, gohida ayol haqida. Bugun xuddi shu vazifani qilish uchun nima haqida gapirsak ekan deb turganda ustozimiz Abdusaid Kuchimovning bir she'rlari nigohimizda tushdi. Rafiqamga deb nomlanadi. Hozir ijozatlaringiz bilan shuni o'qib bersam. Marhamat. Muhabbat borligin, mehr borligin, mehru muhabbatni barqarorligin, mehribon dillarga omad yorligin, ko'rdingmi desalar ko'pirib qonim seni ko'rsatar. Dunyoda yuz bersa agar 40 go'zal seniki olgin desalar, shamoldek yugurib yilib sarosar, boqib to'ymagandek zuhroga zuhar, poyinga to'shardim dunyoda borim, suyugim, buyugim, azizim, jonim. Kulguni chegarasi yo'q, buni hamma biladi. Har bir qiziqchini o'zini kulgu obyekti bo'ladi, buni ham hamma biladi. Masalan, men ko'proq oila haqida ko'proq gapirishga harakat qilaman. Oila uylanishdan boshlanadi. Bir yigit ha deb uylanavermabdi, ayasi qistagan ekan. Aya debdi, "Men bir kunda 2 soat, 3 soat uydaman. Siz kelin bilan 24 soat uyda bo'lasiz. Shuning uchun kelin mendan ham sizga ko'proq yoqish kerak." Bitta qizni tanladim. 2 ta dugonasi bilan olib kelib o'tkazay. Shu 3 ta qizni ichidan kelinni topsangiz, demak sizga yoqdi, uylanaman. Ha, bo'pti. 3 ta qizni o'tkazib, "Aya, kiring" degan ekan, xolaman miltiqni o'qiday shunga huk ketibdi. Qaradingizmi desa, "Ha, ana o'rtadagisida." "Yo'q, qo'yilmani. Qanaqa qilib topdingiz?" desa, "Shunga qarasam nervim buzilyapti" deymish. Uylangandan keyin yigit kishini oldida turadigan eng birinchi masala, bo'ydoqlar bilib olinglar, xotinni qo'lga olish kerak. Xotinni qo'lga olish kerak birinchi masala. Ana bir yigit jo'rasinikka mehmonga borsa, "Ey, xotiniga tur desa turar ekan aka, o'tir desa o'tirar ekan, gapir desa gapirar ekan, jim tur desa jim turar ekan. Qo'yil qopti, qanaqa qilding?" desa, "Birinchi kecha debdi, bir do'stimga tayinlab qo'ydim. Men shunda go'shangaga kirishim bilan do'stim derazadan mushukni otib yubordi" debdi. Kelin voy dod deyishi bilan shunda mushukni ushlab kallasini olib tashladim. Tamam debdi. "Ish xolosmi? Boplaymiz, bu ham kelib qo'shnini gapga olibdi opa." Bu yerdan kirgan ekan, qo'shni narigi tomondan mushukni otib yuborsa, akam ham shunday olib kallasini olib tashlagan ekan, xotini tikiyib o'tirgan joydan kulib, "O'ling dadasi, buni birinchi kecha qilish kerak edi" deymish. O'z-o'zidan gap bolalarga kelib taqalayapti. Xohlagan xonadon bolali, iloyim hamma xonadonda bola bo'lsin. Bir bola ayasidan so'rabdi, "Aya" debdi, "Bu oila degani nima degani o'zi?" desa, ayasi tushuntiribdi. Oilamiz bir mahalla deb olinadigan bo'lsa, masalan, dadangiz o'sha mahallani raisi. Sizchi desa, "Men dadangiz rais bo'lgandan keyin men mahalla." "Buvimchi, buvingiz mahallani posboni." Bizlarchi, men ukamlar, sizlar mahalla ahli, xalq. 3-4 kundan keyin nima bo'lsa bo'ldi deb turib, ayasi bir joyga ketgan ekan, bir biling qani nima bo'ldi ekan deb telefon qilsa, shu shayton olibdi telefonni. "Ha, tinchmi, yaxshi o'tiribsizlarmi?" desa, "Yo'q, tinchmasda. Ha? Siz ketgan kuni mahallamizning raisi qo'shni mahallaga kirib ketdi. Mahallani posboni uxlayapti. Xalq bezovta" deymish.
bolalar haqida gapirsa doim esimga tushadi bir latifa, yaxshi ko'radigan latifam. Xullas, 1-sinf, 1-sentyabr bolalar eshikda oldida turibdi, o'qituvchisi bitta-bitta o'tkazdiryapti. Familiya Ne'matov, dadang qayda ishlaydi? Kolxozda direktor. Voh, direktor, 1-partaga o'tar. Familiya Samadov, dadang qayda ishlaydi? Turistda direktor. Voh, yana bitta direktor, 1-partaga. Sani dadang qayda desa, prokuraturada. Prokuratura? Direktor Turk o'ngamandingdan. 2-partaga o'tib. Prokuratura 1-partaga. Dadang prokuraturada nima qiladi desa, bilmayman, shu bugun ertalab ushlab ketdi deymish. Qiziqchini gapi ham, fikri ham, niyati ham kulguli bo'lish kerak deydi. Shunga xalqimizga, muxlislarimizga bo'lgan niyatimni 3 ta latifaga sig'dirishga harakat qildim. Birinchi latifa. Xullas, ikkita yigit o'tirib hayot haqida gaplashibdi. Hayot debdi birinchisi, ona qornida boshlanadi debdi. Ikkinchisi aytdi, "Yo, topolmadingiz. Hayot yorug' dunyoga kelgan kuningiz boshlanadi." Bir yigit eshitib turgan ekan. "Ikkoving ham topolmading. Hayot debdi uchinchi yigit. Xotin bolasini olib onasinikiga ketgan kuni boshlanadi." Aslida unday emasa, hayot tugaydi. Niyatimda birinchi qismi ham shu. Iloyim ikkinchi yarmimiz yonimizda bo'lsin. Ikkinchi latifa. Xullas, har bir millatda, dinda o'ziga xos jihatlari bor. Mana musulmonchilikda bilasizlar, cho'chqa go'shi yeyilmaydi. Sababi cho'chqada oriyat pardasi bo'lmas ekan. Odam oriyatsiz bo'lib qoladi deydi. Shunaqa nima qiladi. Va o'ruslarda mullalari aka uylanmas ekan. Shu monastirga borarga o'shadan talsh ketar ekan, uylanmas ekan. Xullas, o'rus mulla o'zbek mullaga hazil qilib qopti. Mulla bovo, cho'chqa go'shidamda cho'chqa go'shidamda shashliq qilib bering desa, bizlarning mullamiz kulib, "Uylaning, to'yingizda yeymiz." Niyatimning ikkinchi qismi, iloyim nimaiki yemaylik, halol buyursin, to'ylarda yeylik. Uchinchi qismi. Ikkita yigit qabristondan o'tib ketayotsa, qabr toshiga ko'zi tushibdi aka. Yozilganmish, palonchi 1920-yil tug'ilgan, 1990-yil olamdan o'tgan. 5 yil yashagan. Abi 20da kelib 90da ketyapti. Qanaqasiga 5 yil? Qabristonda qorovuli gapga qo'shilibdi. Aka debdi, bizda odamlar uy, joy, mashin, bola chaqa hamma narsa bo'lgandan keyingi hayotni hayot hisoblaydi. Shuning uchun mana bu odam 5 yil yashapti desa, haligi sherigini turtib, mabodo men o'ladigan bo'lsam, qabr toshga o'lik tug'ildi deb yozibdi. Niyatimda uchinchi qismi, iloyim kimga qancha umr bergan bo'lsa shuncha yashasin, hammani topgani faqat to'ylarga buyursin. Rahmat, sog' bo'linglar. Ha? Bir tinga qimmat. Tishdingmi? O'zi kassaga qiz bolani qo'yganlaringga men noroziman. O'g'il bola bo'lganda hali bank bilan ko'chirib olib kelaydi. Ko'p siqilavermang, nima ekan debman tavba qildim. Ey, pulga ko'p qiziqmang. Pul boladek gap degan ekan donishmandlar. Haqiqatan ham pul boladek gap. Qancha kattarsa ham ko'zingizga kichkina ko'rinaveradi. Baxt pulda emas. O'rtoqlar, mana sizlar aytinglar, baxt puldami? Voh. Baxt puldami? Yo'q deyapti. Yo'q, to'g'rimi? Olib keling bo'lmasa pulingizni bu yoqqa. Biz kassir kelmay yotibdi. Pul bolaga o'xshaydi deganingizga men yon daftarchaga bitta yozib qo'ydim, shunga o'xshagan gap. Haqiqatan ham pul bolaga o'xshaydi. Kattargan sari tashvishi ham kattaraveradi. Haqiqatan. Hali yon daftar deganingizda keling, yon daftarimizdagi bitiklardan o'qib beramiz. Qani? Masalan, endi buni tushunish uchun Zokirjon boya aytganingizdek bir hali yumor hissiyoti kuchli bo'lish kerak odamda. Bu narsalarni tushunish uchun shunga men bu zalga shuncha yo'ldan yo'l bosib ahlay-bilay odam kelmaydi. O'sha yumorni tez sezadigan, nozik sezadigan, haliga haqiqiy muxlislar yig'iladi bu zalga. Demak, qo'rqmasdan o'qiyversak bo'ladi. Sinab ko'ring, ishonmasangiz. Demak, kulgili iboralar. Kserokopiya, fonogramma qo'shiq aytgan qo'shiqchiga kserokopiya pul qistirish kerak. Fikrda. Kal bo'lgandan ahmoq bo'lgan yaxshi. Ko'pni ichida bilinmay ketasan. Ahmoq deydi. Bir xillar aytadi, ahmoqni ko'rgandan deydi, darrov taniyman deydi. Men hech shu ahmoqni ajratilmayman deydi. Men ham shunday basharasiga qarasam ahmoq odamni shunday ajrata olaman. Mabodo zalda bitta yarim tajriba ko'rsatayman, bir bahonada ko'rib qo'yay. Sizga ko'rsatalmayman. Tushunmadim. Bularga ko'rsatishim mumkin, sizga ko'rsatalmayman. Ha, bularga bo'lsa ham ko'rsating, shularda bahonasida ko'rib olaman men.
Bularni ahmoq odamni ko'rgisi kelyaptimi, yo'qmi? Men qaydan? O'rtoqlar, ko'rgimiz kelyapti, to'g'rimi? Ana, ko'rgi kelyapti ekan. Ayting, qayda? Ha, ko'rasizlarmi? Bo'lsa oldiroq chiqing, hamma ko'rsin. Balkon ham ko'rsin. Balkon ko'rinyaptimi? Ha, mana shu. Davom etamiz. Xo'sh. Xo'sh. Ko'kterak kinoteatrining direktori olamdan o'tdi. Janozasi ertaga soat 10:00 da, 12:00 da, 14:00 da, 16:00 da hamda kechki seanslarda. Bizni futbolchilarimiz ham zo'r o'ynaydi-yu, raqib kamanda to'pni olib qo'yaverib xalaqit qiladi. To'g'ri ovqatlanish, normal uyqu, har xil zaharlardan o'zni asrash haqiqatan ham sizni bir tenga qimmat, hech kimni qiziqtirmaydigan umringizni uzaytiradi. Falsafa fikrlar qilavergandan keyin Zokirjon, xohlaysizmi yo'qmi, odamni o'zi ham falsafa qila boshlaydi. Qani. Menda juda ko'p o'zimning falsafalarim. Endi mana masalan meditsina. Xo'sh. Endi ko'p mana bosh og'riq, qorin og'riq, oyoq og'riq hamma ham borib kelib yuradi, to'g'rimi? Mana qish boshlandi, shamollash bizni uyda ko'rpa to'shagi bilan. To havo siguncha. Shu endi borib kelaverib, shu o'zimcha falsafa qildim. Kasalni ham o'rtoqlar yaxshisi-yu, yomoni bo'lar ekan. Tushunmadim. Kasalli ham yaxshisi bo'larmish. Bo'lar ekan. Kasalni yaxshisi o'rtoqlar qichima. Shu qichiyni qashiysiz maza qilib yana qishashish, maza qilib. Kasalni yomoni gemoroy. Na o'zing ko'ralasan, na birovga ko'rsatib bo'ladi. Falsafani foydalisi bunaqa bo'ladi mana. Yana bir tekshirish. Talaba eru xotindan dunyoga kelgan farzand asabiy farzand tug'ilar ekan. Yo'q, ota-onasi talaba bo'lsa, nervini qarang. Talabalik davrida paydo bo'lgan farzand, demak, shunaqa nervist qiladigan, nervini tug'ilar ekan. Nima uchun? Buni sababi bola ona qornida paydo bo'lib 3 oylik bo'lgunicha nervist xavotir qilar ekanki, men odam bo'lib tug'ilarmikinman yoki peshonamda abort bormikin? Nervist qilar ekan. 3 oydan o'tib olgandan keyin yana nervist qilar ekanki, endi meni otam shu onamga uylanarmikin yoki ikkalasi ikki tomonga ketarmikin? 6 oydan 9 oygacha bechora yana nervist qilar ekanki, 3 kishi ikkita stipendiyaga qanday yashaymiz? Kulgili reklama va e'lonlardan o'qib eshittiramiz. Xo'sh. Siz Coca-Cola bakalashkasi qopqog'idan 5 dona jo'natdingizmi? Yo'q, katta-katta jo'nating, bakalashkaga qopqoq topilmay o'tiribmiz bizlar. Yangi hammom ishga tushdi. Dushanba, chorshanba, juma erkaklar. Seshanba, payshanba, shanba ayollar, yakshanba aralash. Hammomning o'ziga xos tomoni, kiyim yechadigan xonasi ko'chani narigi tomonida joylashgan. Hammomga cho'milish narxi 1000 so'm, tomosha narxi 5000 so'm. Qizlar uchun e'lon. Qizlar, agar figurangiz sizni qanoatlantirmayotgan bo'lsa, keling, u bizni qanoatlantiradi. Kamtarlikni qarang. E'londa. E'lonlar bir tomondan to'g'ri, bir tomondan kulgulik. Qishloq medpunktida yozilgan e'lonni qarang. Homilador bo'lishni xohlagan ayollar zudlik bilan medbratga uchrashsin. Hali maktabning yonidagi ko'chalarda e'lon yozib qo'yadi. Diqqat maktab yoki diqqat bolalar. Shuning yangicha ko'rinishini bir joyda o'qib qoldik. Haydovchilar diqqatiga, bola chiqadigan joyga hushyor bo'linglar. Tanishuv e'lonlari. O'rta bo'yli, qora mag'iz, tilla tishi bor, oliy ma'lumotli yigit qidiryapman. Padariga lanat, kecha sumkamizni olib ketib qopti-ya uydan. Bir opa e'lon beribdilar. Ichmaydigan,
chekmaydigan erkakka turmushga chiqaman. Yarim kechasi eshik taqillab qopti. Ochib qarasalar, bittasi oyog'ida zo'rg'a turganimish. Yana og'zida sigareti ham bor. Vurqsib, e'lon bo'yicha. E'longa men ichmaydigan, chekmaydigan erkak bo'lsa degan edim yoki siz ichish chekishni tashlamoqchimisiz? Ya, tashlay olmayman. Prosta mendan umidvor bo'lmang deb keldim. Yana bitta hayotiy kuzatish. Hali marshrutga haydovchisiga odamlar mayda so'rab pul uzataverganiga chalg'imaslik uchun mashinasini labovoyga e'lon yozib qo'yibdi. Hurmatli yo'lovchilar, iltimos, mayda so'rab shofirni chalg'itmasdan o'zaro bir-birovlaringnikini maydalab ketaveringlar. Endi esa navbat kulgili savol-javoblarga. Endi biz savol beramiz, sizlar ham aktiv shu savollarga javob berishga harakat qilasizlar. Demak, birinchi savol. Agar kim savolga o'tirgan joydan to'g'ri javob topsa, shu bugungi konsertimizga 10 ta chipta bepul beriladi. Savol: nega yosh estrada xonandalari, chiqib kelayotgan yosh estrada xonandalari bir joyda turib ashula aytmaydi? Nima? Gaplarini tushunib bo'lmayapti. Haqiqatan javobi shunga yaqin. Buni sababi, bir joyda turmaganining sababi odamlar haqiqatan fonogrammani farqiga borib qoldi. Agar fonogrammaligini sezib qolib, u narsa otsa, tegmasin deb shunaqa aytadi. Arentirda ola olmasin deydi. Xo'sh, davom etamiz. Eng ko'p vitamin qayerda bo'ladi? Aptekada. 3 ta kartoshkani 4 kishiga teng bo'lish uchun nima qilish kerak? 3 ta kartoshkani 4 kishiga teng bo'lish uchun kartoshkani puri qilish kerak. Butun dunyo bolalari tayyorlaydi-yu, lekin yemaydi. Dars. Voh. Pomidor bilan tomatni farqi nimada? Pomidor bilan tomatni farqi nimada? Yo'q, aytilishida emasda. Endi eshiting, pomidor bilan tomatning farqi, mana bitta yaqin do'stingiz sizga pomidorni kuchli tarzda uloqtirdi. Pomidor to sizga yetib kelguncha pomidor, tegdimi o'sha tomat? Yalang'och odamdan nima olish mumkin? Maslahat, bir yaxshiroq bir maslahat olish mumkin. Barmoq izi. Eng qisqa oy. May 3 ta harf. To'g'ri. Endi boshqa san'atlarni bilmadim, bugun televideniya ishtirok etyapti. Keling, shu haqida ham ozgina gaplashaylik. Xo'p. Ana televideniya san'atining o'rtoqlar o'ziga xos tomoni shundaki, u tomoshaviyligi oshishi nafaqat bizga, balki teng sizlarga ham bog'liq bo'lgan san'at. Endi 50% biza gapirsak, 50% sizlar ham gapirasizlar. Ba'zida muxbirlar aytadi, shu uchrashuvlarga borsak, intervyu olmoqchi bo'lsak, shunda kamerani tutgandan to'xtang, oldin kelishib olamiz. Vaholanki kelishib olsa, televideniyaning eng asosiy talablaridan bittasi buziladi. To'g'rimi? Endi kelishib olinadigan ko'rsatuvlar bor, keyin birdan to'g'ridan to'g'ri borib apparatni o'nglaydigan ko'rsatuvlar bor. Men o'sha to'g'ridan to'g'ri apparatni o'nglaydiganlari haqida gapiryapman. Endi jurnalist o'rgatgandan keyin xohlaysizmi yo'qmi, jumlalar bir-biriga o'xshaydigan bo'lib chiqib qoladi va hokazo. Xuddi ana shunday o'xshashlikda Surxondaryolik bir yigit topgan ekan, fermerlarning gapidagi o'xshashlikda. Shuni haligi telefon hazillarida chiquvdi. O'xshatib bering. Fermer xo'jaligini tashkil qilganimizga ham 7 yil bo'lgan. Shu yoqlar o'tirgan joylarimiz bir avloq joylar edi. Odamlar ko'paysin deb birinchi istirib tuz qurdik. Ana so'g'andan keyin nachinay kulib qurdik. Odam jig'ilmaydigan joyga kuchukti bolasida odam ko'payib ketdi. Biz tanimaydigan qizlar, yigitlar bosib ketdi. Hammaga Xudo bergan buxgalter baqa toshidi, direktor baqa toshidi, uchastkoylar yaqa toshidi. Masinga, qoldi karsanga bo'ldi. Xuddi shu nimani biz rivojlantirishga harakat qildik. Tasavvur qilasizlar. Demak, televideniya kelgan, kamera olayapti, men jurnalist, fermer yonimda turibdi. Savol: siz rahbarlik qilayotgan fermer xo'jaligida necha bosh qoramol bor?
20 bosh qora mol bor. Ishlar qanday ketyapti? Yaxshi ketmadi birinchi. Keyin bir qaynag'amiz bor, Vahab Shahab degich. Shuni olib kelib molxonaga bog'ladik. Nega uni molxonaga bog'laysiz? Javobgar bo'ldi-da. Ha, to'xtang, stop. Demak, Vahob Shohob degan yigitni fermamizga mutasaddi etib tayinladik deng. 3-2-1 yozdik. Vahab Shahab kelgandan keyin sut darajasi ko'paydi. Sut miqdori ko'paydi. Har bir dayarkadan 150 litrdan sut oldi. Dayarka emas, sut sog'uvchi deng, stop. Har bir sut sog'uvchi nechta sigir sog'adi? 5-6 ta. Aytingda 5-6 ta sigirdan har bir sut sog'uvchimiz qani 3-2-1 ketdik. Har bir sut sog'uvchi 5-6 ta sigirdan 150 litrdan sut sog'ib oldi. Shuni 160 qilish mumkinmi? Mumkin. 170. Mumkin. 180. Mumkin. 200. Yo'q. Nimaga? Chista suv bo'lib qoladi. Bo'rdoqchilik qanday bo'lyapti? Yaxshi. 20 ta ho'kizimiz bor, 25 ta qarovchi tagidan chiqmaydi. Ho'kizdan qo'y yaxshi emasmi? Tez ko'payadi. Qo'y ham yaxshi, lekin ho'kiz katta tashlaydi. Foydasi kattaroq ho'kizni. Tushunarli. Qo'ychi qo'y ham bormi? Qo'y ham bor. Nechta? 5 ta oq, 5 ta qora. Ha. Nechta bolalaydi bir yilda? Oqimi, qorasimi? Oqi. Oqi 2 tadan qo'zilaydi. Qorasichi? Qorasi ham 2 tadan qo'zilaydi. Yem yeyishi qanday? Oqimi, qorasimi? Qorasi. 1 kilodan 1 yeganda. Oqchi. 1 kilodan 1 yeganda. Qanchadan jum beradi? Oqimi, qorasimi? Oqi. 10 kilodan. Qorasi. 10 kilodan. Yem yeyishi bir xil, bolasi bir xil, hammasi bir xil. Nimaga oqimi, qorasimi deysiz, men tushunmadim. Oqi o'zimniki-da. Ha. Qorasichi? Qorasi ham o'zimniki. Yer haqida ham ozgina gaplashaylik. Yeringiz juda qulay joyda joylashgan ekan. Yaxshi. Mana qarang, qo'shningizni tomoniga qarang. Haligi suv yo'q, suv tanqis. Suv bizni oldimizdan oqadi. Ko'changizni narigi tomondan ko'cha ham tushibdi va yeringiz narigi tomondan ko'cha. Biz qilib beryapmiz, asfalt ko'cha qilib beryapmiz. O'rtoqlar, e'tibor beryapsizlarmi? Fermerlarimiz ko'cha qurishni boshladi. U bir yoqlama harakatga mo'ljallanganmi yo ikki yoqlama harakatgami? Endi hozir sir hozircha bu sir. Ha. O'zimiz ham bilmaymiz hali. Nimaga? Ikki brigad ikki tomondan yo'l qurib kelyapti. Ikkalasi bir-biri bilan uchrashsa, bir yoqlama, uchrashmasa ikki yoqlama bo'ladi. Yana nima haqida qoldi? Yer deganday, mana u qarang, haligi arpani xom o'ryapsiz. Arpani uni ham o'zini sababi bor, xom o'rganimizning sababi bor. O'zimiz ham bilib turibmiz shuni xomligini. Nima uchun o'ryapsiz bo'lmasa? Uni o'rayotganimiz sababi mana bir kun oldin kolxozimiz bo'yicha, haligi futbol bo'yicha chempionat o'tkazildi. Bosh hakam shuni ichiga kirib bekingan. Shuni topsak to'xtatamiz. Topolmasak keyingi polaga o'tib ketaveramiz. Keyin shu yer desa bir narsa qiziqda menga o'rtoqlar. Mana siz yer bilan ishlaysiz. Sizga savol. Paxtani ekamiz, g'allani ekamiz, sug'oramiz, chopamiz, boshqa qilamiz, lekin bo'lmaydi. Ana ajriqni yulib tashlaymiz, yana chiqadi. Yulib tashlaymiz, yana chiqadi. Nimaga shunday? Buni sirini bilmaysizmi? Yo'q-da. Oddiy-ku buni siri. Xo'sh. Mana masalan, deylik, sizda bir tanishingiz deylik, Abdurayimni xotini o'lib qolib, ikkita bolasi bilan qoldi. Unga bir juvonni olib berdingiz, u ham o'zi bilan ikkita bolasini olib keldi. Tak. Endi Abdurayimning xotini o'zi olib kelgan, ergashtirib kelgan bolaga yaxshi qaraydimi yo Abdurayimning bolasiga yaxshi qaraydimi? O'zi bilan ergashtirib kelgan o'zini bolasiga qaraydi baribir. Ajriq ham yerda o'zini bolasida. Ha. Paxta Abdurayimniki. Qarang. Yana nima haqida? Ot, tuya, eshak. Bor, otimiz bor, ikkita otimiz bor, bittasi yurmay qoldi. Doktorga ko'rsatish kerak edi uni, vet vrachga. Ko'rsatdim, ikkita dori berdi, bittasi qizil, bittasi oq.
Mana oqini qo'ying dedi. Otingizni tezligi agar sizni qoniqtirmasa, keyin oxirida qizilni qo'yasiz dedi. Tak. Oqini qo'yuvdik, bir tezlashib ketdi boyagi ot bilan ham yetib bo'lmayapti. Odamlar ham yetolmayapti. Manaman degan Tyson degan ot ham yetolmayapti. Bo'lmasa ketib qoldimi ot? Ya o'zim yetdim. O'zim yugurib yetdim, o'zim yugurib Ha, yetdim. ot yetolmaganga siz qanaqa qilib yetasiz? Bak qizildoridan foydalandim. Bo'pti, maqsadga ko'chaylik. O'rtoqlar, hamma o'ylab turgan bo'lsa kerak. Nima uchun televideniya aynan bu fermerning yoniga keldi deb sababi o'rtoqlar, fermerimiz haligi asalarichilikda yangilik qildi. O'zingiz aytib bering. Yangilik qildik. Asal arim bilan qovoq arini chatishtirdik, urchitdik. Mana shunday asalari paydo bo'ldi. Mana shunday asalari. U asal olib kelyaptimi? Asal olib kelyapti-yu, lekin gullardan, barglardan olib kelmayapti-da, bozordan asal purushlarnikini surib kelyapti. Biz asal purushlarga yarim narxiga yana sotyapmiz, bular borib yana olib kelyapti, shu abarat qo'yotibmiz. Ba'zida mana shunaqangi kulguli suhbatdan jiddiy bir reportaj tayyorlashga to'g'ri keladi. Lekin gap unda emas. Biz fermerlarimizni esladik bejiz emas, chunki ular bugungi kunimizning qahramoni. Fermerlarimizning xirmoniga baraka. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat. Zokirjon Ochildiyev. Ortiq Sultonov bo'ladi. Rahmat, salomat bo'linglar. Mashhurlar hayotidan degan bir sahifa o'ylab topishimiz kerak Zokirjon. Xo'sh. Yaqinda Do'rmon hangomalari degan bir kitob qo'limga tushib qoldi. Rosa mashhurlarimiz haqida qiziq voqealar ko'p ekan. Menga G'ofir G'ulom haqidagi voqea juda ma'qul bo'ldi. Xullas, G'ofir akam vodiyga safarga boribdilar. Endi vodiyni xalqini bilasizlar, askiyani yaxshi ko'radigan, kulguni yaxshi ko'radigan xalq. G'ofir akani tanisa ham tanimasdek qolib, mehmon tanimay turibmiz desa, G'ofir aka o'zini tanishtiribdi, men Toshkentdanman, shoirman desa, shoir? Ha. Anchadan beri shoir deb eshitamiz. U nima qiladi o'zi u shoir? Desa, G'ofir aka to'g'ri odam tushuntirib ketibdi. U shoir degani, masalan, anhorda bo'yniga bir qiz ko'za ko'tarib suvga chiqdi. Bu tomondan bir yigit ot bilan kelib qoldi. Biz shoirlar o'z ijodimiz bilan ana shu yoshlarni qovushtirib qo'yamiz. Desa, hali yigit, ha, bizda bunaqalarni qo'shmachi deydi-da. Deymish. Ortiqjon, mana bu ko'rsatuvimizga bor-ku, u ko'rsatuvimizga eng yangi, eng kuchli latifa degan bir haligi sahifa ham ochishimiz kerak ekan. Yashang. Haqiqatan kerak ana shunaqangi eng zo'r latifa. Bitta yangisi bor edi. Sizga aytib berdimmi yo'qmi? Kulgulimi? Juda kulguli. Yo, aytganingiz yo'q bo'lmasa. Aytganim yo'qmi? Yo'q. Lekin uzun emasmi latifangiz? Nima edi? Uzun bo'lsa menga shu bosh esimdan chiqib ketib qolaveradi. Uzun bo'lsa. Ya o'rta. Qani? O'rta hol. Aytingchi. Eshitganingiz yo'qmi? Qiziq ekan-ku, bilmasam hali siz nima deysiz? Aytingchi, boshlangchi. Xullas, o'rmondagi hayvonlarni armiyaga olmoqchi bo'lishibdi. Eshitganmisiz? Yo'q, endi sizni eshitayotganligimni bildirish uchun aha dedim men. Eshitgan bo'lsangiz ayting lekin. Hayvonlarni armiyaga olmoqchi bo'lishibdi. Komissiyani qabuliga birinchi bo'lib quyon Kiribdi. eshitgan ekansiz-a? Quyon deb bunday qiluvdingiz, men kiribdi deb to'g'rilaverdim orqasidan. To'g'ri qildimi? Aytingiz-da, nima bu? Eshitgan bo'lsangiz ayting, lekin bunaqa qasamxo'rlik qilmang siz, xo'pmi? Xo'p. Ayting eshitgan bo'lsangiz. Xo'p. Xullas, quyon birinchi komissiyani qabuliga kiribdi. Kirgan ekan, tishing 2 dona ekan, sen negodnisan deb yozib chiqarib yuborishibdi. Quyon xursam, men armiyadan qoladigan bo'ldim. Ayiqni havasi ketibdi. Menga ham maslahat ber, men ham qolay armiyadan degan ekan. Nima maslahat berardi? Quyon aytibdiki, "Yur, seni ham tishingni ikkitasini qoldiramiz" debdi. Bechorani o'kirtirib, bo'kirtirib, tishlarini qoqib, ikkitasini qoldirib kirgizib yuborishdi komissiyaga. Komissiyadan bir mahal ayiq bo'kirib, quyonni so'kib chiqib kelayotganimiz, "Padaringga la'nat quyon, tishingni sindirmasak bo'lmaydi" deding. Shundan ham oyog'im qiyshiq ekan-u manadirmish. Sizda yangilardan ko'p shekillar. Bir aytib berasiz. Men o'sha borib kassadan xabar olib kelaman. Marhamat. Kelgandan sirazi menga ham ayting, xo'pmi? Xo'p. Xo'p, yashang. Bolalar ko'pincha yaxshi taklif berib qoladi. Dada debdi. Dada, sirkka boraylik desa, dadasi, "Sirkka nima qilasan?
katta bola degan ekan, "Ya dada, sirkda juda ham zo'r nomer kelibdi. Yalang'och sherga yalang'och opa minib chiqar ekan." desa, "Kiyininglar" debdi. Ancha bo'ldi yalang'och sherni ko'rmaganimga. Kelsa haqiqatdan dahshatli nomer emish. Opa og'zidagi konfetini qo'rqmasdan sherni tishiga uzatibdi shunday qilib. Qarsak to'polon bo'lib ketgan ekan. Boyagining dadasi dadillik uchun ozgina olib kirgan ekan, kayfi bor hozirroq. Bu nomerni men ham qilaman deb qopti. Sirk xodimlari aytishibdiki, agar shu nomerni siz bajarib bersangiz, sirk xodimlari nomidan juda katta prizimiz bor sizga. Qo'rqmasdan bajarib bersangiz degan ekan. Prizmirzini keragi yo'q. Sherni narra qolib turinglar. Bu qizni og'zidan konfetni olish kerak deb o'ylagan ekan. Soddaligida qarang. Haqiqatan sirkda ham qiziq voqea ko'p bo'ladi. Ikkita ilon gaplashayotganimiz sirkda ikkita ilon. Birinchisi boshlab qopti. "Men zaharlimanmi?" desam, "O, yomon zaharlisan. Sen agar bitta chaqsang lubboy o'ladi" degan ekan. "O'ldim bo'lmasa" debdi. Nimaga desa, "Tilimni tishlab oldim" dermish. Haqiqatan sirkda qiziq voqealar ko'p bo'ladi. Bittasi o'rtoqlarining maslahati bilan sirkni direktorining qabuliga kelibdi. Direktorning qabuliga. "Bir zo'r nomerim bor" degan ekan. "Vaqtim yo'q, tezroq bo'ling, tushuntiring" degan ekan. Bechora 15 yil umrini sarflab bir chumolini qo'rga o'rgatibdi. Chumolini. Yani o'rgatib ham yer osmonni o'rgatmabdi-yu. 15 yilda o'rgatgan narsasi gugurt qutining ichida chumoli yotar ekan. Gugurt qutini bitta chertsa, ichidan chumoli chiqib kelar ekan, shunday turar ekan. Yana bitta chertsa, lazgiga tushar ekan chumoli. Yana bitta chertsa, shunday qilib qaytib kirib ketar ekan. 15 yilda o'rgatgan narsasi shu ekan. Nomeri bilan kelgan ekan, sirkni direktori ham shoshib turgan ekan. "Men shoshib turibman, tezroq gapiring, tezroq menga ko'rsating, nomeringiz qanaqa edi o'zi?" desa, bu ham maqsadga o'tib gugurt qutini qo'yib, sirkni direktorining stoliga bitta chertgan ekan, chumoli shunday chiqib, mana shunday qilgan ekan. Sirkni direktor ham, "O, parroshlarimiz yaxshi ishlamaydi, uzr" deb ezib tashlab, "Gapiring. Gapiring, nima haqida gapiryapsiz?" Qarang, tushungan odamga ko'rsatgan ekan bu ham. Endi chumollar haqida gapirdik, tarakan haqida bir gap esimga tushib ketdi. Bu yerda domi bor odamlar, mana shaharliklar ko'p oramizda. Tarakandan qutulish yo'llari haqida foydali maslahat ham berib ketmoqchiman yo'l-yo'lak aka sizlarga. Mana masalan, uyingizga kirgan paytingizda birinchi kirib, balkonning eshigini oching. Shunda hamma tarakanlar uyning ichiga kirsin. Keyin balkonning eshigini yopib, o'zingiz balkonda uxlang. Bu birinchi yo'li. Ikkinchi yo'li bir odam o'ylab topibdi. Tarakanlarni eng shepini topib olib, "Menga qara, narigi domni tarakanlari sizlarni yomon pastga urdi. Yomon haqorat qildi lekin" degan ekan. Oriyati bo'lar ekan tarakanlardan. "Ketdik" deb to'rt qatori bo'lib, qo'shiq aytib, jang e'lon qilishib chiqib ketishibdi. Xursand, o'zi topgan yo'ldan o'zi xursand. Maza qilib bir uxlab tursa, tarakani 10 barobar ko'p emish. Yana boshlig'ini chaqirib olibdi. "Urushmadilaringmi?" desa, ular qo'rqoq ekan, taslim bo'ldi, asir qilib olib keldik" dermish. Jahli chiqib ketib, boyagi tarakanlarga qarab, "Yo'qol" deb baqirgan ekan. Tarakanlar eslik ekan, bir qatori bo'lib chiqib ketayotgan emish. Oxirida bir cho'loq tarakani bor ekan. Nima qarab qo'yamish egasiga qarab. Uyda egasiga qarab. Yana shunday. Uyda egasi buni kuzatib turgan ekan. Portlab kulib yorsa, "Ey, qaytinglar, hazillashyapti ekan" dermish. Talablarga binoan bitta narsani ijro etib berishimga to'g'ri kelib qoldi. To'yda bo'lgan voqea. Bir
bir to'yda bo'lgan voqea. To'yni boshidan kulganmiz o'shanda oxirigacha. Sababi to'yda ochib bering deb bir otaxonga iltimos qilishuvdi. Shu so'zni ochingda artistlarga navbatni berib yuboring, o'zlari olib ketishadi bag'ini dedi. Bu otaxon ham mikrofonga yetolmay yurgan ekan. Chiqib olib turib, "Hurmatli" dedi, o'zini ovozini eshitdi-da kalonkadan. O'zini ovozini eshitib, gapi esidan chiqib ketib qoldi. Ras dedi, kalonkan tagida bir katta kuchuk yotgan ekan. Qo'rqib ketdimi, shunday turdi-da, buni oldidan o'tib ketdi. "Voy, yinachangdi." Ras. Hurmatli tikka turgan mehmonjonlar. O'tirmangizlar qaniki. Qani, joy-joylaringizga o'tirmangizlar. Ey, kuyov jo'ralar. Kuyov bilan oldini ochib qo'yinglar, hamma ko'rsin. Qaydan chiqdi buncha zakon? O'rib olgansan, odamlar kuyovni betini ko'rsinmi, seni ketingni ko'rsinmi? Qo'y dariyoqqa. Ey, aytib qo'y, hozir vaqt kelganda birinting o'yinchiga qarab qilpanglamaysan. Qilpanglasang, qilpanglatib qo'yaman lekinlik. O'yinchi sinem sizdan bularga qarab ko'p jilponglamang, xo'pmi? Jilponglasangiz o'zim sizni jilponglataman. Xo'pmi? Qaydan chiqdi buncha zakon? Mana artistlarimiz ham Toshkentjondan kelgan. Toshkentjondan mana Sattarjonlar kelgan, qarsaklar. Dedi, qarsak bo'lib ketdi to'yxona. Toshkentjondan yana Sattarjonjonlar bilan Zafarjonjonlar kelgan. Qarsaklar kerak emas. Mana bu yerda o'tirgan bu o'zimizni qishloqda bilasizlar, noiloj guruhi mana bu. Bu noiloj guruhi bu uzoqdan artist aytganda, masalan, artist kechikib qoladi yo kelmay qoladi. Noiloj guruhini shunday bosib beramiz. Bular o'sha paytda juda asqotadi. Bularga ham qarsak kerak emas, o'zimizning bolalari bular. Endi yarim soat bo'ldi, to'y ochilgani yo'q. Yana nima deydi? Hurmatli o'rtoqlar, to'yda bo'lar bo'lmas gaplarni gapirib vaqtni olmangizlar. O'zi 1 soat yonadimi, hozir 1 soatdan keyin svit o'chadi aytib qo'ying. Bir qishloq kerak sizlarga u. 1 soatdan keyin svit o'chadi. Bu to'y degasi qani Qulmurat? Qulmurat. Istansiyaga araq-paraq berib kelingizlar, ey. Voy, svitni o'chiradi aytib qo'y. Ya berib kelsang ham o'chiradi-yu, baribir berib kel. Keyin divizorga ham olib kelib qo'yinglar, divizor bo'lsin, обязательно divizor bo'lsin. Divizorchiga araq bermasini aytib qo'yinglar. Ana o ne'matli to'yda araq beribdi, svit o'chdi, svitdan oldin divizorchisi o'chib o'tiribdi. Buni aytmasdi. Artist gilamni tushir. Artistlarni orqasini yopinglar, shamollab qolmasin. Bu ne'matli uli chatoq bola ekan bu. Qaysi to'yga qarasam artistlarni orqasiga kallasini tiqib tomosha qiladi-ya. Shu gilamni. Shu gap 1 soat bo'lyapti, gap to'xtagani yo'q, to'y boshlangani yo'q. Yosh bolachani jo'natib yuborishdiki, bor, ayt artistlarga navbatni bersin dedi. Bu bolacha ham keldida, esidan chiqib ketdimi gapimni qarab qoldi. Buni nabarot gap xaltasi ochilib ketdi boya bolani ko'rib. Qanaysan, jiyan? Otang qayda otang? Shaharga ketganmi? Otang nima uchun shaharga ketadi, bilasanmi? Shaharda o'ris enang bor, bilasanmi shuni? Seni oting Ahmadmi? Yo'qda Shahmat, Tuhmat degan akalaring bor seni. Bilasanmi? Bolaga beradigan savolini qarang. Men qara, sen kattami, akang kattami? Bola ham sho'stir ekan. Amaki, o kuni o'lgansizmi, otangizmi? Vaqtimizga bolalarimiz omon bo'lsin, sog' bo'lsin, sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Kulib yuringlar. Borgan sari har kuni yangi imkoniyatlar ochilyapti yurtimizda. Gullarni qabul qilib olaylik. Gullarni qabul qilib turayman ungacha shu. Keling. Rahmat. Ana hozir kreativ kontakt pul o'tkazmalarini mana bu e'lon qog'ozlari tarqatildi. Rahmat. Kelinglar, rahmat. Salomat bo'ling, rahmat. Rahmat. Rahmat.
Rahmat. Dunyoning 81 ta davlatida 29 mingta pul o'tkazish shoxobchasiga ega bo'lgan Rossiyada 2700 ta shoxobcha. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat. Osta qo'yib qo'ying. O'zbekistonning o'zida esa 550 ta bank shoxobchalarida pul o'tkazish. Qo'yib ketavering oshpazni. Rahmat. Ma haykal. Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. 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 Sog' bo'ling. Rahmat. Samarqandlik muxlislar kelishibdi mana. Rahmat. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Katta bo'ling. Rahmat. Bu yig'layapti-ku, kulgi teskari ta'sir qildi. Salomat bo'linglar. Rahmat. Uzr. Kontakt pul o'tkazmalari bizda hamkorimiz. Bu boshqa pul o'tkazmalaridan farqi eng arzon, qulay, hamyonbop 3%. Endi o'zi Zokirjon konsertimizda tashkilotchilari haqida oxirida to'xtaladigan odatimiz bor san'atkorlarda. Malades. Lekin har safar oxirida tomoshabin nima qiladi shu uchun keling, hozir mana shu bir kichkina to'xtash qilib men minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Avvalambor Xalqlar do'stligi saroyi ma'muriyatiga, keyin konsertimiz badiiy rahbari Sobirjon Nuriddinov hamda konsertimiz prodyuseri Davron Soyipov. Men shu insonlarning tashabbusi bilan mana 3 kun muxlislar bilan kechamiz gavjum. Ularga o'z minnatdorchiligimizni bildirishimiz kerak. Rahmat, salomat bo'ling. Davom etamiz. Qani. Zokirjon, meni tabriklang. Kasr kelibdimi? Yo'q, qaydaligini aniqladim. Kasrni qaydaligini aniqladim o'rtoqlar. U bankada u bizlarga pul beradiganni kutib o'tirgan ekan. U bizlarga pul beradigan xotin bir joyga to'yga borish kerak ekan aka. Shunga bir tikuvchiga kuylak buyurgan ekan, shu kuylakni olmasam bo'lmaydi deb tikuvchini oldiga ketibdi. Tikuvchini tish og'rigan ekan, doktorga ketibdi, tish doktoriga. Tish doktorini to'yi ekan, shanba kuni artist ekan ketgan emish. Ha? Menga boya bittasi telefon qiluvdi. Aytdiki, men doktorman. Keyingi shanba to'yim, shunga artist gaplashishim kerak. Siz bilan uchrashmasam bo'lmaydi deb uyimni oldida kutib o'tiribdi mana u. Doktor meni kutyapti. Doktorda tikuvchi kutyapti. Tikuvchini bank xodimi kutyapti. Bank xodimini bizning kasrimiz kutyapti. Bizning kasrda men kutyapman. Demak, men o'zimni o'zim kutyapman ekanda. Shunaqa bo'lib chiqadi. Shunaqa bo'lib chiqadi. Qarang, qizga bog'liq, o'zingizga bog'liq ekan. Men qarang, doktor telefon qildi dedingizmi? Nomeringiz sizdami? Esimda. Men telefon qilib aytingki, tezda tikuvchini bu yoqqa jo'natib yubording. Bank xodimini bizni qizimizmi? Ha, alo. Uzr doktor bu, ha men. Doktor bu. Uzr. Yanglishmovchilik bo'ldi-da. Siz hozir meni kutmang uyda. Meni o'zim sizni oldingizga boraman. Hozir sizdan iltimos, siz boringda, qabulingizda bir sizni kutyapti. Shuni navbatsiz qabul qiling. Tikuvchiga ayting, borib bank xodimini kiyimini bersin. Bank xodimiga ayting, borib bizning kasrga pulni bersin. Bizning kasrga ayting, tez kelib pulni bersin. Keyin men sizni borib ishingizni hal qilaman. Bopladingiz. Bo'ldi. Tushundim dedi. Ha, bo'ldi. Kelguncha endi bitta yana hazillardan qilib turaylik muxlislar bilan. Juda ko'pchilik bizni armiya haqidagi hazillarimizni so'raydi. Keling, siz komandir, men askar. Bularga bitta tomosha ko'rsatamiz. Boya aytmabsiz-da, men askarlarning kiyimidan kiyib kelaydim. Zo'r bo'laydi. Tasavvur qilinglar o'rtoqlar, komandirning kiyimida Zokirjon, men esa soldat kiyimida. Askar. Oddiy askar yonimga. Ha, xo'p. Развалку. Familiya. Sultonov. Sultanov. Ko'kyo'tal. Abdumutal. To есть, Abdumutal. Qalay xizmatlar? Gap bo'lishi mumkin emas. Ovqatlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Kayfiyatlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishi mumkin emasdan boshqa gapni bilasanmi? Montano. Montano deganing nima deganing? Gap bo'lishi mumkin emas deganim. Nima hozir kazarmada gursullab ketdi? Ha, kiyimim ikkinchi qavatdan tushib ketdi. Kiyim tushsa shunchalik qattiq gursullaydimi? Ichida o'zim bor edim. O'zim bor edim ichida. Menga qara, kayfing bormi? Yo'q, men ichmayman. Men shu yoshga kirib bir marta ichdim, opa. Armiyaga kelayotganda "Salam erkak bo'lding" deb bir piyola ichdim. Ichganim bir piyola aroq. Uydan chiqib patingani topolmayman, tufli yo'q. Bir piyola aroqqa tufli topolmasa, aroqlar ham o'tkir bo'lganda. Ya, tuflini birov kiyib ketgan. Siz o'zingiz olasiz,
200 gram ichsam, bitta narsa ko'zimga ikkita bo'lib ko'rinadi. Siz mashinada yurasiz, ko'prikka to'g'ri kelib qolsa, ko'prik ikkita bo'lib ko'rinsa, qanaqa o'tib ketasiz? Ko'prikda masalasi oson. Yana 100 gram ichaman, ko'prik 3 ta bo'ladi. O'rtadagisidan o'tib ketaveraman. Masalasi oson. Lekin mana bu zo'rmandan tashlab ketganimga sabab boshqa. Bir kun ichib kelsam, xotin bola chaqa tanimayapti. O'zingni xotin bola chaqang tanimasdan kimsiz desa, undan dahshatli manzara bo'lmas ekan. Chiqarib qo'yadi, kirib yotaman, chiqarib qo'yadi. Bir amallab yarim kechasi kirib yotganman uyga. Ertalab kayfingiz tarqagandan keyin tanidimi? Kayfim tarqagandan keyin men tanimadim, boshqa kvartiraga kirgan ekanman. Shundan keyin tashlab ketdim. O'rta komandir, askar 2007 bo'layotgan ekan, shunga men ham qatnashay. Askar 2007 ga qatnashish uchun ozroq aqlam bo'lish kerak, jismoniy tayyorgarlik. Men liboy savolni sindiraman. Liboy savolni beravering o'rta komandir. Bu maqtanadi-yu, lekin ot bilan ignani farqiga bormaydigan bola. Sizlar ot bilan ignani farqiga men bormasam ishman. Mana masalan bitta farqi, ot katta, igna kichkina. Mana o'sha yanglishdi. Nimaga? Ot bilan ignani farqi unaqa emas. Ot bilan ignani farqi otga avval sakrab, keyin o'tiriladi. Ignaga o'tirib, keyin sakraladi. Siz unaqa deysiz, chalg'ityapsiz bo'lmaydi. O'zi savol shunaqa bo'larmish-da yo'qda. Bir anatomiyalardan mana so'rang, mendan mana inson organizmlaridan so'rang, o'pka, jigar, yurak. Yurak qayerda joylashgan? Yurak ko'krak qafasida joylashgan. Yana yanglishdi. Yurak xaltasida joylashgan. Shu ham gap bo'ldi. Mana masalan sizni birov so'rab kelsa, siz o'zingizni kabinetingizda bo'lsangiz, xo'sh, bizlar nima deb javob berishimiz kerak? Kabinetimiz kabinetida deyishimiz kerakmi yo ishtonini ichida deyishimiz kerakmi? Keyin til masalasida mendan so'rasangiz bo'ladi. Rus tili, ingliz tili o'rtoqlar, sindirib tashlayman. Yonimga kelding qani? Idi soda. Mana keldim, xato qilmasdan yonimdan ket desangiz men tan beraveraman. Pasholti. Yo. Jo'ralarga shunaqa desa bo'ladi, emas sizga o'xshagan, sizga o'xshaganlarda bu tomoniga o'tiladi-da. Idi soda. Mana ilm, mana sariq rang qanaqa bo'ladi? Jolti. Yo, sap sariq, jolti. Ruslarda jolti degan gap yo'q. Joppa jolti bo'ladi. Inglizcha so'rang. Inglizchada cho'milish qanaqa bo'ladi? Xuddi o'zbekchada yechilib suvga kiradi-da. Mana ilmni qarang. Keyin askar maslahati degan joyi bor-ku. Shunga men qizlarga maslahat bermoqchi bo'layapman. Chunki qizlarimizga qiyin. Ba'zi bir shilqim yigitlar gap otadi, tegajog'lik qiladi. Ana shunday paytda qizlar nima qilish kerakligini men sizlarga maslahat beraman. Yaxshi tema tanlabsiz. Yaxshi. Demak, chiroyli qizlarga yigitlar hamla qilgan paytda qanday yo'l tutishini maslahat beradi. Yaxshi tema. Gapiringchi. Qizlar, sizlarga yigitlar tegajog'lik qilsa bor-ku, qo'llaringga duch kelgan narsani olib duch kelguncha uringlar. Bo'ldi. Shunaqa ham bema'ni maslahat bo'ladimi? Maslahat bo'lsinki, dono, aqlli bo'lsin. Shu yaxshi nimani tanlabsiz situatsiyani. Demak, shu yerdan qiz ham, yigit ham eson-omon chiqib ketsin. Bo'pti, ana qiz ketyapti, orqasidan bitta yigit ergashdi. Maslahat bering. Mani maslahatim qizga qadamini tezlatsin. Nimaga? Shuni aniqlash uchun bu yigit buni orqasidan kelyaptimi o'zi yoki shunchaki yo'lovchi tushib qoldimi orqadan? Qiz tezlashuvdi, orqasidan yigit ham tezlashdi. Qiz tezlashdi, yigit ham tezlashdi. Endi qizga maslahatim o'zini bir panaroq joyga olsin. Panaga olishimiz. Panaga olsa u oldidan kesib tushadi-yu. Nima qiladi? Oldidan kesib tushadi-yu yigit deyman. Xo'p, mana yigit kesib tushdi. Endi qiz nima qiladi? Nima qiladi? Qiz sekin yubkasini ko'taradi. Xo'sh. Tabiiy ravishda yigit nima qiladi? Nima qiladi? Shimini tushiradi. Endi o'zingiz tasavvur qiling, yubkasini ko'targan qiz tez qochadimi, shimi pastga tushgan yigit tez quvadimi? Mana shunaqangi umumiy maslahat bo'lishi kerak. Ikkalasi ham zarar ko'rmayapti, ko'ryapsizmi? Yigit 3 qadam qo'yadi, ketadi, yiqiladi. Qiz qochib ketadi. Keyin qo'shiq degan joyiga bir chiroyli 4 qator so'z topdim. Xo'sh. Keyin musiqasini ham topdim. Yaxshi. Qolgan so'zini topolmayapman-da. Men to'qishga yordam beraman. Mana men ishlab chiqarish. Bo'ldi. Haligi muzikani qo'yib yuboring. Qani. Ketdi!
ekan bu tandagi jonim, omonat ekan bu yashash zamonim. Omonat bo'lmasin deyman hamisha, vatanga muhabbat nomus vijdonim. Yana. Omonat ekan bu tandagi jonim, omonat ekan bu yashash zamonim. Omonat bo'lmasin deyman hamisha, vatanga muhabbat nomus vijdonim. Muzika. Assa! To'y bayramlarga to'lsa bu dunyo, shodlikni oxiri bo'lmasa ado. Xo'p o'ynab kulsak-u, kulib o'ynasak, mana men boshladim do'stlar xoyallo. Omonat ekan bu tandagi jonim, omonat ekan bu yashash zamonim. Omonat bo'lmasin deyman hamisha, vatanga muhabbat nomus vijdonim. Assa! Ba'zida ulfatlar gurungi yaxshi, qo'ldagi qadahlar jarangi yaxshi. Aljirab qolsak biz xotinjon kelib, kech bo'ldi dadasi, yuringi yaxshi. Omonat ekan bu tandagi jonim, omonat ekan bu yashash zamonim. Omonat bo'lmasin deyman hamisha, vatanga muhabbat nomus vijdonim. Kimniki bor bo'lsa bir burda noni, ham uni yashashga uyu oshyoni. Unga birov qulmas, na u birovga, ayt shod yashayversin shuni zamoni. Omonat ekan bu tandagi jonim, omonat ekan bu yashash zamonim. Omonat bo'lmasin deyman hamisha, vatanga muhabbat nomus vijdonim. Zaminda azaldan tumonat odam, lek bari dunyoga omonat odam. Karvon saroy ekan xuddi bu olam, qayoqqa ketishi gumonat odam. Omonat ekan bu tandagi jonim, omonat ekan bu yashash zamonim. Omonat bo'lmasin deyman hamisha, vatanga muhabbat nomus vijdonim. Assa! Rahmat! Zokirjon Ochildiyev. Ortiq Sultonov. Rahmat, salomat bo'linglar. Zokirjon, aytganingizdek maosh olishimiz ham tomosha bo'ldi. Tomosha hozir kasr qiz kelsin, tomosha bo'ladi hozir. Hozir bo'ladi tomosha. O'shanga bog'liq deysiz-da. Kasr qizga bog'liq. Ya, unga bog'liq emas. Mana maoshingizni men ertalab kelib olib qo'yuvdim. Olgan ekansiz. Muncha avaragarchilik qilib, kimga keragi bor edi bunaqangi tomoshalarni? Muxlislarimizga ular doim kulib yursin, iloyim. Biz siz bilan hech qachon xayrlashmaymiz. Faqat yaxshi niyat qilamiz. Ko'rishguncha deb yigitlar kuyov bo'lsin, qizlar kelin bo'lsin. To'ylar muborak deb borishingizga nasib etsin. Xayr. Konsertimiz prodyuseri Davron Soipov, badiiy rahbar Sobirjon Nuriddinov. Biz saroy ma'muriyatiga yana bir bor minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Xayr, balkon. Kontakt pul o'tkazmalari hamkorimiz. Rahmat, sog' bo'linglar.